Assalomu alaykum. Obunachilar, boshlang'ingiz xayrli berakali bo'lsin. Do'stlar, egalardan Cobalt mashinamiz kelib turibdi. 2024-yilda ishlab chiqarilgan do'stlar. Proyektlarni ko'rsatsak, 27 ming yurib turibdi. Halol yurib turgan deyapti. Salonni o'zim yozib oldim deyapti. Magnitolar bor, sensor. Bir cho'qol ekanmiz mashinamizda. Bo'lgani hadislar ketaverasizlar do'stlar. Bu ustasa teshkirtirsan olaversin deyapti. Hammani garantiya deyapti mashina. Abi sistema 4-paketli metan gazlari bor ekan, sportmeni variant. Qimmat metan gazlari, akkumulyator o'ziniki родной do'stlar. Barterni yo'q deydi, 35 million so'm, 135 million so'm bag'asi kelishiladi do'stlar. Qattiqqon bag'asi emas. Barter bor, avtokredit bor bu. Bemalol aqacho'nglar. Mana ko'rinishlari zo'r sasdan turibdi do'stlar. Telefonlarimiz 90 dan 595 1100 raqamga televizor qiziqqanlar. Şu mashina ma'lumotini olaman desanglar, bemalol aloqacho'nglar. Hozir orqalarini ko'rsatib bering qani bir. Bu orqalari metangizlar paket turibdi do'stlar. Zapaskani yerga tushmaydi qani bular 27 dan yurib turibdi. Kimga kam yurgan, oz yurgan mashina kerak bo'lsa, şu mashinani yo'llanishiga berib qo'yinglar. Kim kanalda yangi bo'lsa, obuna bo'lib, bir like bosishni unutmang do'stlar. Kimda shunda mashina bo'lata olmasa, reklama so'rab, besplatno reklama etib beraveramiz do'stlar. O'zingizlar sotaverasiz.